Assalomu alaykum aziz obunachilar, Asalari hayot kanalimiz kechasi ham ishlashda davom etyapti. Soatimiz 19:53 bo'libdi. Asalarini yangi qilayotgan odamlarga tavsiyamiz, mana qishga tayyorgarlik. Hali qishgacha bor, lekin oldinroqdan tayyorgarlik ko'rib qo'ysa nur ustiga alodir. Qiyom birga bir bo'ladi. Kechasi berishimiz sababi, kechasi arilar hammasi uchishdan to'xtaydi. Mana qopqoqlarni ochib chiqdik, hammasini qopqog'i ochiq. Sababi qopqog'ini ochganimizda ham ari bezovta bo'ladi-da. Qopqog'ini ochib qo'ysak tinch bo'lib turadi 5 minut 10 minut ichida. Biz mamdek ochib buni karmushkasiga qiyomni qo'yamiz. Mana ko'ryapsizlarmi? Kuzda ham arilarimiz mana daladan kelgandan keyingi holat mana. Mana shu karmushkaga 250-300 gram keyin sekin tuxum qo'yib, tuxumlar ochib chiqqandan keyin ko'paytirib boshlaymiz. Mana arilarimiz sog'lom. Bir qiyomda oldi, kuzgi qiyom birinchisini, ikkinchisiga beryapmiz mana. Litoglarni, pastki litoglarni sal qisqartirib qo'yamiz. Daladan kelgan bitta ikkita arilar kechikib kelyapti. Hamma yashiklarimizni eshigini ochib qo'ydik. Ozroq kech qoldik. Chunki asal dastavkamiz bor edi. Asal dastavka qilib keldik. Mana hozir arilar holat. Mana kichkina karmushkalardan ba'zilariga ikkitadan qo'yilgan. Pastlarga arilar turibdi. Shunaqa gaplar. Shunaqa. Qopqog'ini ochganimizda ari qopqoq oshmoqchi g'irtillaydi baribir. Hozirroq asabi buzilib, agressiv bo'ladi-da. Keyin kechasi ari chiqib ketgandan keyin kechqurun tuproqqa bilanib yerga tushib, yorug' fonarga borib o'ladi. Kechqurun berishimizni yana bitta sababi, kuchsiz oilalarga talon qilib, daladan ishlashni o'rniga napat qilib yuboradi. O'rischasiga hujum tarjimasi bilan hujum qilib yuboradi-da, uyalarga hujum qilib, keyin kunduz kuni ham hujum qilib o'sha oilalarga barham yasaydi, tugatadi. Salkina kuchsiz, balki yuvoshroq oilalarga-da. O'shaning uchun kechqurunlari ham shunaqa ishlar bilan shug'ullanyapmiz. Hammalaringizga omad. Hozir shu olmish 50 litr qiyomda shu 110 ta oilamizga 120 ta 110 taga bo'lib tashlaymiz. Sog' bo'lasizlar, ana quyosh botdi, endi boshlasak bo'ladi. Asalari hayot kanaliga obuna bo'lib qo'yamiz. Har doimgidek tanishlarga yuborib qo'yish esdan chiqmasin. Asalarichilikni mana kuzga qanday tayyorlashni birga o'rganamiz. Like, podpiskalarni bosib, kim qanday boqyapti, qishga tayyorgarlik qanday, tushunmagan narsalaringizni so'rasalaringiz o'rgatamiz, xudo xolasa qo'ldan kelgancha. Bilganlar shunaqa, xohlaganlar shunaqa qilsin. Xohlamaganlarga majbur emas. Biz har yil shunaqa qilamiz. Arilar daladan ovqat kamligi uchun o'zini uyasini himoya qilish uchun tashqariga chiqib turibdi tepalardan. Pastdan shu begona ariga o'g'irlamasligi uchun. Sog' bo'lasizlar.